Ma'qul emisa. Xo'sh emiz Gulsumga. Ma'qulamiz. Mana 7-chi qatim kelishimiz. Bir o'ylashib beqishali, ha? Biz noumid qolmasak. Ma'qul emiz xo'sh emisa. Ma'qul. Turib qolsizlar. Xo'sh emisa. Ma'qulamiz. Xo'sh. Bu qiznimiz. Hikmat debmi turgan. Endi buning ro'yiga chiqib bo'lmaydi. Helimi bu elchilar 7 qatim kep bo'ldi. Qizim. Bugün elçilerinin muşunun bilen bu uyga 7-ci qatim kelishi. Söretcanmı özü şundaq obdan bala. Onun ustiga özüңнің savaqdishi. İqtisadi ahvolimi yaxshi. Yo'q, opa. Hikmatni saqlayman. Qani o Hikmat balam? Helim onu 4 yilcha bo'ldi saqladim. Mushu vaqtcha izdergim bo'lmasa, Allah qachon bu dunyodan yo'qolgan nimaga kechgacha tamoq qilib o'ltiraveramsan? Helimi tang tushlaringning hammasi to'yqib bo'ldi. Salla qolding shu topda. Opa, u degan suratning o'yini. Hikmat cho'qim bir kuni qaytib keladi. Uning bergan va'damni buzolmayman, opa. Sening oldingda kichikkin yuzimmi yo'qmi jinim balam? Men seni shunchalik jafoda cho'ng qildim-ku. Dadang rahmatlik vafot bo'lgandan keyin nurg'un elchilar kirgan bo'lsa-mu, men turmushlik bo'ldim-mi? Nima deb? Faqat senila deb balam. Opa, Nima uchun qizim? Buning hammasi sen uchun emasmi? jinim opa, bularning hammasini men bilaman. Biroq sen bana opangning o'rnida emas, xizmatkoringga muomala qilgandek muomala qilyapsan. Agar mushundaqli qiladigan bo'lsang, bo'ldi, men ketay. Dadangning yeniga ketay. jinim opa! 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 Jinim opa! Naqdni qutlashay. Bundaq ahmoqlig'ini opa! Bu dunyoda mening seningdan boshqa hech kimim yo'q, jinim opa. Sen dadamning yeniga kelsang bo'lmaydi. Men qanday qilaman, jinim opa? Bundaq ahmoqlik qilmag'in. Jinim opa, men sen uchun muhabbatimni emas, jinimni qurbon qilishga tayyor, jinim opa. Men gapingni anglayman, jinim opa. Opa! Herkes ahmoqlik qiluvchi bo'lma, jinim opa. Men gapingni anglayman. Gapingni anglayman, opa. Jinim balam. Apa, Nim bo'ldi qizim? anladingizmi? Neni? Lala hadam to'y qilg'idek. Kim bilan? Surat akam bilanchi. Surat bilanmi? Akam neladam yuriydi qandı. Shuni deyman, 4 yildan oshdi, chimibli ketdi. Bechora o'g'lim nalada yuriydi qandı. Lala hadam akamni saqlab zerikkan o'xshaydi. U qizg'im uvalla, yelimni uzoq saqlab ketdi. Akamdan hech bir xabar yo'q. Ayşimda, Nurmahmet akamni mashina so'qib o'tibdi. Nima? Yeziq doktorxon ekan. Xudoyim, dadamni ishni ko'mindi. Qanday qilamiz? Voy xudoyim, ishni ko'mindi. Tez bo'ling, meni kegilik bu. Voy xudoyim.
Dadısı, gözünüzü açsın dadısı. Gözünüzü içine. Yığılma. Yığılma. Korkma. Biz davalayımız. Hadi, yığılma. Çoğun iş yok tek durdu. Oğun püte adisiga yo'liqib zaxmlanibdi. Uningdan sirt butun badani spirtdan zaharlanib, jigri kardan chiqqan o'xshaydi. Uning uchun biz oldi bilan davolash ep berib, ondan operatsiya qilsak bo'lg'udak. Davolash haqqi uchun hozircha 4000 yuan pul topshirsizlar. Nima? 4000 yuan? Shundoq. Turmush ahvolinglar menga ayon. Agar hozircha topshirolmasanglar, men sizlarga kepil bo'lib turay. 3-4 kundan keyin bir amal qilib topshirasizlar. Rahmat ukam, rahmat. Qandaq bo'ldi apa? Hech nadim bitmadi qizim. O'zda yo'q, olamda yo'q degan shu ekan. Endi qandaqmi qilar? Qandaq qilatdiq. Uyni setib yutaylik. Uyni setib yutamdiq. Uyni setib etsak, nerda o'ltiramiz apa? Nerda o'ltiratdiq? Eg'irimizni ya ko'tira, rizqimizni Alloh berar qizim. Dadani qutuldirmasak bo'lamdi. Kimga satamiz? Suratni uy oladigan da'vatdi. Shu suratga sataylikmikin? Heliqi uy hidin ep chiqqina qizim. Assalomu alaykum Ashmada, qanday ahvolingiz? Seni izlab mengib edim. Nima ish bo'ldi? Mundaq ish edi. Nurmamitgan og'rib, balnisti yetib qolgan edi. Doktorlar 4000 pul etganinglar deydi. Pul izlab kirmagan to'shigim qolmadi. Og'ining hikmat bo'lgan bo'lsa-mu, bunchalik bo'lib ketmas bo'g'iydi balam. Shunga boshqalardan seni uy oladigan deb anglab, sana uyni sataylikmikin deb seni izlab mengib edim balam. Uyni setib o'tib, sizlar nerda o'ltirsizlar Ashmada? Avval Nurmamitganni bir davolatib olaylik, ondan bir gap bo'lar. Uyni olamsan balam. Bo'pti, olsam olay. Bu sizlarga yordamim bo'lib qolar. Men to'y qilguncha u uyda o'tiraveringlar. To'ydan keyin bir gap bo'lar. Rahmat Surat balam, rahmat. Men uy xitini hozirlab beraydi. Men uydan pul akab beray. Bo'ladi, tezroq bo'lasan balam. Ma'qul, Men hozirlik do'xtirxonaga kelma. bormasam bo'lmaydi. Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh balam. Xo'sh. Nurmamat. Tamoq yemsiz. 'Tamoq yemsiz deyapman.
Tamaq emas. Men aroq ichaman. Aroq ichaman. Aroq gap. Bo'lmaydi, aroq ichsangiz bo'lmaydi. Ey, quruq gapni oz qilib. Endi bo'lmaydi, aroq aroq ichapa. ichsangiz o'lasiz. Aroq akappa, quruq gapni oz qil. O'rnimdan turib oladigan bo'lsam, ko'kligim ko'stiba. Nima? O'rningdan tursang, nim qilmoqchi eding? Aroq ichib o'lmoqchimisan? Sen mushundaq hayvondan beter yashab, olamdan o'tmoqchimi? Shu aroqsini meyib qildi-ku. Yana ichmoqchimisan? Bir chaqlarda qandaq yigit eding? Endi turqun qarab baqqina. Nim bo'p ketding? Sen ayolingga, bolalarыңga nim deb zulm salasan? Sening tüpeylingdan bejirim ayol kesaljonga aylandi. Sening sababingdan Qizilguldek yigit sargardonga aylandi. Shu ishlarmi yetmadimi endi? Asli ular sana nafratlansa bo'ladi. Biroq ular unda qilmadi. Sening hayotingni qutqizib qilish uchun uyini setib etdi. Nima? Uyni nima qildi? Uyni setib Nurmamad. Xudo. Shundoq. Uyni setib Uyini setib etdi. Mana bu sening ojizing. Kech kunduz uxlamay sana qaradi. Chunki ularning qalbida sana muhabbat bor. Unda qilma Nurmamad aka. Senmi odamdek yasha. Ayoling sening muhabbatingga, bolalaring sening otiliq mehringga muhtoj. Xudo. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz nechinchi yil o'qishga kelgan? Men 95-yil o'qishga kelgan. O'qishingiz bitish oldida ekan. Maktab bitirgandan keyin qayerga bormoqchi? Men o'qish bitirib bo'lib, yurtim G'ulja qaytib ketmoqchi. U yerda nimangiz bor? U yerda Nurmamad, qandaqroq tursiz? Ozroq tomoq yeb oling. Yo'q. Ozroq yeb oling. Yo'q. Ish nima yegim yo'q. Dönegendim bir qo'zqim ochmayotdi. Jiq o'ylandim. Esim doktorning deganlari to'g'ri ekan. Demisim hayvondek yashapti. Hayvondek yashapti. Sana yüz gülenmeymen Ayşem. Seni harlaptım. Hikmetni öydün qo'g'lab chiqiribdiman. Shularni o'ylasam yuzingdagi qarashni xijolat olaman. Undaq demang Nurmamad. Ulug' Allohning sizga insof baginiga biz bakli xo'sh. Uyni yo'qotganimiz bilan uningdan nachasi qimmatli narsani tepib oldik Nurmamad. Keldingmi qizim? Dada, jinim dada. Qizim, meni kechirasanmi? Ha? Meni kechirasanmi? Kechiraman dada. Akamni sizni kechirdi. Akamni sizni kechirdi dada. Men o'g'lim Hikmet yüz gülenmeymen. Bo'ldi shig'im. Xudoyim buyursa, saqayib chiqsam, uni cho'qim izlab topaman. Uning oldida gunoyimni tilayman. Uning bu so'rayman. Tatsi. Bo'ldi shig'im. Bo'ldi qiling dada. Sizni tutaylik, undaq deyman. Bo'ldi shig'im. Akam sizni kechirdi. Sizga radio aqash kelgandim dada. Radio. Keling.
Radio. Ayşem. Kızım radyoga chiqyapti. Rahmat. Mayt yaxshi so'zlab berdingiz. Bu naqshini kimga atab yozgandingiz? Bek yaxshi naqsh ekan. Men bu naqshamni kayp sapa kayni kirib, araqning quli bo'lib, illiq oilani vayron qilib, bollarni sargardan qilgan vafosiz otlarga beg'ishlagan. Dava Xudoyim, ma balaning ovozi. O'g'lim Hikmatning ovozi g'ajab o'xshaydi ekan. Ovozi Hikmatjonnikiga g'ajab o'xshaydi ekan. Akamiya. Shumiya. Ismini Ahmadjon deb atadi-ku. Biroq ismi o'xshamaydi ekan. Ovozi o'xshagan bilan ismi o'xshamaydi ekan emasmi? Ahmadjon, sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Sizga rahmat. Voy, Ahmadjon. Ahmadjonka, ne bo'ldingiz? Sizga zot ne bo'ldi gap qiling. Doktor, menga gap qilsangiz-chi. O nima kasalga giribtor bo'libdi? Menga deb bering. Uning nemisi? Men uning singlisi. Ha, unda xos bu yoqqa kel. Endi dana, siz uning nemisi? Rasman uning singlisi. Bu ishdan bizmi bak afsuslandik. Chunki u yigit bakli yoshgan emasmi? Menga dana doktor, o nima kasalga giribtor bo'libdi aytib bersangiz-chi. Oqqan kesligiga giribtor bo'libdi. Oqqan kesili? Rak kesili demoqchiman. Rak! Xudo! O'tinib qalay uni saqaytinglar. Saqaytibamiz ba. Biroq doktor o'tinib qalay, qancha pul kelsa mayli, uni saqaytinglar. Shunga bu yerga yotqizgandan ko'ra uyga olib chiqib operatsiya kutibag'ininglar yaxshi. Yo'q. Mumkin emas. Mumkin emas. Ahmadjon, nemish qilay degansiz? Men qilib beray. Choy deydim. Ma'qul, men qo'yib beray. Bo'ldi, yetaver. Rahmat sizga. Sizni ovor qildim. Yo'q. Men doktor bilan ko'rishdim. U sizni hech qanday kesili yo'q. Chiqib ketsa bo'ladi dedi. Doktor chiqib ketsa bo'ladi degan bo'lsa, chiqib ketayli. Sabah. Ahmadjon. Nima bo'ldi? Sabah. Nima bo'ldingiz? Nima bo'ldingiz? Nima yig'laysiz, ha? Yig'lamang. Yig'lamang. Hech yo'q. Bo'ldi. Ko'zingizni yerim qilmang, ha? Doktorxonadan chiqib ketsak bo'lgudek-ku, ha? Bo'ldi. Yig'lamang. Bu ishni dadam bilmagan-da Sabah. Yo'q, uni hatiq o'qtirg'idek bo'lmadi. Bo'pti, uxmasin. Bo'lmasa ansirab qoladi. Bo'ldi, yig'lamang.
Yaxshimsan, Lale? Sening bizning to'y ishimizga qo'shilganingga rahmat. Sen meni oxir tushunibsan, ha? Men seni deb emas, opamni deb shundoq qilyapman. Biroq mening qalbimni hikmat allaqachon egilib bo'lgan. Sen faqat mening jismimga ega bo'la olasan. Men sana birildi degan-ku. U allaqacha o'lgan odam. Hayot bo'lsa, bir apachi xeti bo'lsa kelatdi. Shu mening muhabbatimni qadrla. Men sening ko'nglingni cho'qim tutib olaman. Aşı zilva beden, çıraylık gözler, uncidek lavları, sütdek bedenleri benim oldu. Ben neme degen baxtlik. Yetimning og'zi ochiq tekkicha burni qanatdi degandek. Ulug' Alloh meni bu ko'ylarga sog'indi. Taqdir. Sen nima deganingsiz? Mana bu hayotda bir qatim qanib kulvog'idekmi fursat bermeding. Sana bunchalik adolatsizlik qilgandek oldingda nima gunoh o'tkazgan bo'g'aydi. Endi men yurtimga boray. Ota-onamning didoriga qanay. Valani bir ko'rib olay. Endi sirlarni oshkorlaydigan vaqt keldi. Yalğız o'tiribsiz-ku. Akangiz qani? Akam yataq uyda. Sabah qizim. Nima ish bo'ldi? Qizim. Ahmadcha ashkanlar bir necha kun bo'ldi tuzukroq tomoq yemaysizlar. Mendan bir ishni yo'shirib otamsizlar qandoq? Mana dana qizim. Sabah qizim. İçimni sıkmay mana dana. Dada, jinim. Ne bo'ldi qizim? Mana dana. Jinim dada. Ne bo'ldi qizim? Ahmadjon sizga bir nima dedimi? Yo'q dada. Deydisem tilim keyidi. Demeydisem tilim keyidi. Dada. Zadi nima ish bo'ldi qizim? Siz komandirib ketganda Nima dedin qizim? Dada. Sen? Jinim dada. Rakki sen dedi ama. O Rakki sen o'qaptimi? Dada, endi qanday qilamiz? Ah Xudo. Ah Xudo. Nima taqdir bu? Yaşlı bir yigit. Endi qanday qilamiz dada? Ah Xudo. Bu kasalni. Hey. Bu kasalni onunga bergicha menga bersa bo'lmasmidi? Bu ishni Ahmadjon bilandi qizim. Ya, o tek bilmaydi.
Yo'q, bilaman. Men o'zimni saqlaymas kasal bo'lib qolganligimni bilaman. Jenim balam. Mening aqlli o'g'lim. Men chidayolmay qoldim-ku balam. Endi qanday qilaman o'g'lim? Jenim balam. Jenim dada. Yo'q. Yo'q, o'g'lim. Men seni davoltaman. Yo'q, dada. Men seni chet elga chiqib davoltaman, o'g'lim. Bo'ldi. Mening butun asli vaslim kessimi? Seni davoltaman, o'g'lim. Yo'q, dada. Yo'q. Avarom dada. Elimim men uchun nurg'un badal to'ladingiz. Meni o'z o'g'lingizdan chori ko'rdingiz. Siz bir otini, bir balığı berdigan hamma narsani berdingiz. Biroq bana berishni o'tkazganda bu şok kasal meni allaqachon Jenim o'g'lim. O'g'lim, jenim o'g'lim, jenim balam. Bakın, öz arzu armanlarımdan amalga oshmay turib, olamga ketadiganligimni ichime tushadi dada. O'g'lim, jenim o'g'lim. Jenim o'g'lim. Ömür manzilimda sizden apu so'raydigan, sizden kechirishingizni o'tinib qolgan ishim bor edi. Men seni kechiraman o'g'lim. Qandoqligi bo'lsa menga degin, seni kechiraman o'g'lim degine. Men Oğulcun ailesine yezisidir. Benim asli ismim Hikmet. Benim ata-anam ve bir sığınım var idi. Allah elimi hayat. Dadamның cəbri zulümüdür qurtuluş. Hem pul tepiş arqılıq anamı kesel azabıdın. Namıratlıqdan qutulduruş üçün şəhərə iş izləb girgən. Bəxtimə yarışıb sizə yolu qoyub təqdirim böyükdək oldu. Mən ulanı bir minutmu yadımdan çıxamadım dada. Mən bir dilini berib ulanı heyran kaldırmakçı oldum. Nəçirət bu yerdə xət yeziş tutundum. Lekin dadamın gelip parakende kılışıdır. Öz yalgancılığımın aşkarlanıp kılışıdır. Övünüş burustumun koldan geçişidir. Enzildim dada. Lekin Allah'a kuvap olsun ki ben silahını taşlap geçişini, silahdan paydalanışını oynayan emezmen dada. Benim kalbimde silahı çeksiz ballık mehr muhabbeti var. Beni aş sehrada Lala isimli bir kız doğdu. Ben pul tepip verip onu olan toy kılıp aile kurmakçıydım. Silahın bana sığdırgan ecrinlağa cevap kaydırmakçıydım. Bırak hemmesi şehrin çişi oldu. Bu armanla yürükünde doncukuk kaldı dada. Oğlum. Oğlum. Bu geplerini aman demekçiydim. Dada, beni geçirsiniz. Beni geçirsiniz dada. Canım oğlum. Seni geçirmem canım oğlum.
Sen mening ota-onangning o'g'li emas. Sen bütün Uyg'urlarimizdan faxrlik o'g'li balam. Sen mening faxrlik o'g'lim, jenim balam. Oğlum. Dada, sizden ödünlüğün bir iltimasım var idi. Neymi iltimas balam, devegin. Ben Zehra'da doğuldum. Şu yerde çok oldum. Allah'ın iradesi bilen sizden yardımınız arkalık elgi tonuldum. Ben öyden çıkıp getkili 4 yıl oldu. Sizden aşı Zehra'da ben üçün 2 meydan oyun hazırlap verişinizni ümit kılımen dada. Boludu balam, boludu. Dada. Kaçan bana sen. Olsa ertügün içinde bana Makul balam. Sabah sen bilen birli bassın balam. rahmet dada. Hoş ballarım. Özünlerini asıran. Hoş. Qaytib kelishingni umid qilaman balam. Qaytib kelaman dada. Men sizning quchuqingizda olajan. Yo'q balam, undaq dema. Men aran turaman. Aralda turaman. Dada. Balam. Xo'sh balam. Onu bana tapşırın dada. Hatırcam bulun. Ballarım dada. Özünlerini asıranglar balam. Xo'sh balam. Maqul. Özünlerini asıranglar. Xo'sh. Maqul, hoş. Xudoga emanet balam. Xudoyim emanet. Xudoga emanet. Men cho'qim qaytib kelaman dada. Cho'qim qaytib kel balam. Cho'qim qaytib kelishingni umid qilaman. Xo'sh balam. Hoş dada. Xo'sh ballarim. Xo'sh. Xo'sh balam. Xo'sh balam. Xo'shal o'ltirg'in lale. To'yimiz bo'ladigan tursa. Surat, bu to'yni bekor qilib atgan. Sen baribir mening qalbimni egilayamaysan. Mening borlig'im faqat hikmat qilamansan. Bo'ldilar. Vaqti kelganini ko'ray. Yaxshi kunlarda uning gapini chiqamoq, ne? Bugun ataqli bir naqshchi yezimizda o'yin qo'yig'dak. Bilib berib. Ko'rib kelsa qandaq? Yo'q, bormayman. O'zing boringlar. Bundaq chivin yutib olgandek o'ltirmay, ko'rib kel. Bo'lmasa do'stlaring bilan bog'na. Lale? Lale? Onisi nimanda xiyol surib o'ltirib ketdi.
Әт сүрәтнең o'ltirish ekan. Mushu 10 kun ichida uyni bekor qilib beringlar deydi. Qandaqmi qilamiz endi? Boshqalarning uy istamdiq endi. Uyni bekor qilib bersin debdimi? Undaq bo'lsa, men bir boshqalar bilan ko'rish boqay, ha? Amal bo'qala. Dada, apa, Ha. buguncha yezimizda o'yin bor ekan. Nima o'yinkan o qizim? Ahmadjon Mutallibning naqsh kechiligi o'xshaydi. Ha? Undaq bo'lsa tomoqni tezroq atqizim, berib ko'rib kelayli, ha? Tezroq Ma'qul. chiqila. Hozirla tayyor qilaman dada. Ma'qul. Ana o ko'ringan bizning uy. Shundaqmi? Hay, qarang, bir ayol chiqdi. U kim o? U mening opam. Xudoga shukr, u yaxshi turibdi. Men yo'ladim. Sabah men opamning oldidan o'zim yengib o'tamayman. Canım opam, qadrdon opam, yaxshimisiz? Mening vafosiz o'g'limni kechirgin. Men seni quchoqlab bag'rimga qolgan bo'lsam, canım opam, meni kechirgin. To'g'ri, o'g'lim hikmat chalajaqmi o'xshaydi-ku. Men bo'ldingiz. Xudo. O'z opam oldida tushib beramisan. Bu nima degan azob? Undaq berib tanishlik beraylik. Yo'q. Men birdan paydo bo'lib, mangulik yo'qolsam, ular bu azobga bardosh berolmaydi. Oldi, yuring. Uyga boraylik. Yuring. Uzundan buyon o'zining lirik naqshlari, yiqimliq ovozi bilan bizga cheksiz ma'naviy oziq ato qilib kelayotgan Şinjan san'at maktab o'quvchisi Ahmadjon Mutallib yezimizga alohida qadam tashrif qildi. Uni qizg'in qarshi olaylik. Assalomu alaykum yurt ahli. Men bugun söyümlük ana diyar ve barlığına bilen yüz görüşkenlikimden cheksiz xushalman. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga.
Men oldi bilan o'z ijodiyatimdan ormon bilan ketadigan o'xshayman degan naqshamni huzuringizga sunmoqchiman. Qani, marhamat. Qildi
alay mihriban ana tezlanay baş vuray bergin peşimni can ana bağrımda bastın sen meni kanlıca kurvalay illik edemni can ana bağrımda bastın sen meni kanlıca kurvalay illik edemni